Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar. Bilmaganlar uchun bildirib qo'ymoqchiman. 9 dekabr Xalqaro korrupsiyaga qarshi kurash kuni. Korrupsiya so'zi lotincha corrumpere degan so'zidan olingan va ma'nosi ma'naviy buzish, yo'ldan urish, aynitish, parokanda qilish. Bir necha kun oldin esa Transparency International xalqaro tashkiloti dunyo davlatlarida korrupsiya darajasiga tegishli ma'lumotini e'lon qildi. Bu ma'lumotga ko'ra O'zbekiston 177 ta davlatdan korrupsiya bo'yicha 168-o'rinni egallab turibdi. Bizdan keyin bu ro'yxatda Afg'oniston, Iroq bilan birga yana 4 ta Afrika davlati turibdi xolos. Dahshat. 20 yil ichida vatanimiz O'zbekiston Afrika davlatlari darajasiga tushirib qo'yibdi bugungi davlatimiz rahbarlari. Korrupsiya, poraxo'rlik bu juda dahshatli illat. Chunki korrupsiya davlatni rivojlanishdan to'xtatadi va davlatga bo'lgan ishonchni yo'qolishiga olib keladi. Korrupsiya kuchaygan sari davlat mansabdorlari asta-sekin jinoiy to'daga aylanib qoladi. Korrupsiya darajasi yuqori bo'lgan davlatlarda hech qanday ijobiy o'zgarishlar bo'lmaydi. O'zbekistonda korrupsiya, poraxo'rlik har qadamda uchraydi. Yangi tug'ilgan chaqaloq tug'ilganidan doktorlarga pul tiqamiz. Chaqaloqni dunyoga kelganini tasdiqlaydigan hujjatlarni olganda pora berib olamiz. Bolalar bog'chasiga joylashtirganda, maktabga borganda beramiz, maktabni tugatganda beramiz, universitetga kirganda beramiz, ishga joylashganda beramiz va oxir-oqibat bu dunyodan ketgan odamni joylash va rasmiylashtirishga ham beramiz. Xullas, O'zbekistonda inson tug'ilganidan o'limiga qadar poraxo'rlik va korrupsiyani yoqimsiz shartlariga bo'ysunib yashashga majburdir. Korrupsiya nima? Qanday harakatlarni korrupsiya deb atashimiz mumkin? Korrupsiya bu lavozimli yoki mansabdor shaxs egallab turgan mansab vakolatlari va huquqlaridan uning mansabi bilan bog'liq bo'lgan obro', nufuzidan foydalanib, o'z shaxsiy manfaatlarini qoniqtirish uchun qilgan harakatlar. Demak, o'z lavozimidan foydalanib, kimnidir foydasiga yoki zarariga masalani hal qilib berish uchun pora olgan odam korrupsioner deb ataladi. Va bunday harakatlar korrupsiya deb ataladi. Bu tushunchani albatta aniq yuridik iboralari bor, lekin biz hozir u tomonga o'tmaymiz. Shunday qilib, korrupsiya bu oddiygina hammamizga tanish bo'lgan poraxo'rlik. Poraxo'rlarning katta-kichigi bo'lgani kabi poraxo'rlik, korrupsiya ham har xil turlari bo'ladi. Men ularni taxminan 3 ta ko'rinishga bo'ldim va shular haqida sizlarga aytib bermoqchiman. Birinchi korrupsiyani ko'rinishi bu kundalik korrupsiya. Bunda siz oddiy shaxs sifatida sizni yoki oila a'zolaringiz hayotiga ta'siri bor mansabdor shaxsga pora berishga majbur bo'lgan holatlaringiz. Balki dan xodimiga berarsiz, balki biror bir hujjatni olish uchun berarsiz. Xullas, buni tushuntirishga hojati yo'q. Har kuni uchrab turadigan kundalik korrupsiya. Ikkinchi korrupsiyani ko'rinishi bu biznes, ishbilarmonlik bilan bog'liq bo'lgan korrupsiya, poraxo'rlik. Bunday holatda ishbilarmon turli xil hokimiyat vakillariga pora berishi bilan bog'liq. Mahalliy hokimiyat vakillariga, soliq idoralarida vakillariga, bojxona, tamojnyadagilarga beradi, militsiyaga beradi, sudga beradi va hokazo. Bu oladiganlar ko'p. Ishbilarmonlarda sog'ib poralarni oladiganlar ko'p. Uchinchi ko'rinishdagi korrupsiya, poraxo'rlik bu davlatning eng yuqori doirasidagi korrupsiya. Bunday yuqori korrupsiyada davlat prezidenti, ministrlar, oliy sud, davlatni huquq muhofaza qilish idoralarining rahbarlari qatnashadilar. Xalqimiz va davlatimiz hayotini yaxshilash o'rniga bu yuqoridagi rahbarlar
davlat byudjetini pullarini taqsimlashda pora olishadi, davlat mansablarini sotishadi, ministrliklarni ruxsatnoma va qarorlarini sotishadi, bir-biriga yordam berib xalq boyligini o'g'irlashadi. Bir odam tuman hokimi bo'lish uchun 200 ming dollar pul berganini bilaman. Lekin unga bu lavozimni sotishmabdi. Chunki bergan puli juda oz ekan. Germaniyalik bir mashhur firma vatanimizga kelib ishlashga ruxsatnoma olmoqchi bo'lganda ulardan 50 million dollar pul talab qilingan. Shvetsiyaning Telesonera firmasi ishlashga ruxsatnoma olish uchun, O'zbekistonda ishlashga ruxsatnoma olish uchun 300 million dollar to'lagani va bu pullar prezidentning qiziga berilgani hozir hammaga ma'lum. Buni yana qaytarib o'tirishning hojati yo'q. Bizda davlat bormi o'zi? Yoki davlatimizni o'g'ri va qaroqchilar egallab olgan? Nimaga millionlab o'zbeklar chet elda ish istashga majbur? Nimaga uylarimizda svet yo'q, gaz yo'q? Bugungi rahbariyatning maqsadi nima? Biz o'zbeklarni yo'q qilib, vatanimizni eng qoloq Afrika davlati darajasiga tushirib qo'yishmi? Payg'ambarimizning mashhur hadisi bor. Albatta amallar niyatga bog'liqdir degan. Agar rahbarlarimizning niyati xalqimizga, o'zbeklarga yaxshilik qilish bo'lsa, nega ular o'z amaliy ishlari bilan shu yaxshilik qilish niyatlari borligini ko'rsatmaydi? Biz amalda bularni ko'rmayapmiz. Oddiy xulosa, qozi o'g'ri va poraxo'r bo'lsa, dardingni kimga aytasan? Qachongacha o'zbek xalqi korrupsiya va poraxo'rlik girdobida yashaydi? Bundan qutulish chorasi bormi o'zi? Kim bu ishni bajaradi? Hozirgi rahbariyat bu ishni amalga oshirishi mumkinligiga sizlar ishonasizlarmi? Toshkentdagi, viloyatlardagi, tumanlardagi poraxo'r, korrupsion rahbarlar bir kunda o'zgarib, dushanba kundan yangi hayot boshlashadimi? Yo'q, albatta. Bunday ishni faqat yangi, halol, pokiza, toza odamlar qilishi mumkin. Albatta savol tug'iladi. Shunday odamlar bormi? Albatta bor. Toza odamlar hozirgi hukumatimizda ham bor, topiladi. Viloyat va tumanlarda ham halol odamlar bor. Shaxsan men ularni taniyman va bilaman shunday odamlar borligini, lekin ular juda ham ozchilikni tashkil qiladi. Hozir juda ko'p o'zbek yoshlar chet elda bilim olishmoqda, o'qishmoqda, chet elga chiqib bilim olish niyatida chet elga chiqishgan. Shunday yoshlar O'zbekistondagi korrupsiyaga qarshi kurashda foyda keltirishlari mumkin. Chunki ular hali toza. Vatanimizga yangi, bilimli odamlar kerak. Yangicha ishlaydigan, vijdonli, millati uchun jon kuydiradigan o'zbeklar kerak. Lekin bu bilan hamma narsa o'zgarib qoladi deyish mumkinmi? Esdan chiqarmaslik kerak. Yangi odamlar, toza odamlarni ham nafsi bor. Biroz ishlagandan keyin ular ham poraxo'rlikni o'rganishadi va ahvol yana eskicha bo'lib qoladi. Demak, gap faqat yangi odamlarda emas. Aslida gap vatanimizda mavjud siyosiy va iqtisodiy tuzumda. Gap vatanimizda demokratiya yo'qligida. Korrupsiya, poraxo'rlikka qarshi kurashda eng asosiy qurol bu oshkoralik. Oshkoralik bo'lishi uchun bizda erkin va mustaqil gazeta, televideniya, radio bo'lishi shart. Gazeta va televideniya davlat xodimlarini faoliyatini tanqidiy ko'z bilan qarab yoritib borish kerak. Bir davlat xodimi o'z oylik maoshiga yarasha yashayaptimi? Qaysi pullariga u shaxsiy mashinalar olyapti, katta uylar quryapti? Bu narsalar jurnalistlar tomonidan nazorat qilinishi kerak va yozilishi kerak. Davlat xodimlarini har bir qadami qilgan ishini nazorat qilinib, xalqqa bildirib turilishi kerak. Misol uchun dunyoda korrupsiya darajasi eng past bo'lgan Shvetsiya davlatini olaylik. Shvetsiyada davlat xodimlari o'z daromadlari haqida
hamma uchun ochiq ma'lumot berishadi. Qancha boyligi bor, qancha mulki bor, agar uni boyligi ortib ketsa, davlatga ishlayotgan vaqtida darrov bu haqida gazetalarda yoziladi. Va qayerdan bu pullar keldi deb shov-shuv boshlanadi. Davlat xodimlari bundan tashqari o'z yaqinlarini daromadlari haqida ham ma'lumot berishadi. Bizda rahbarlik lavozimiga odamlar xalqqa xizmat qilish uchun emas, pul qilib boyish uchun kelishadi. Shuning uchun ham tuman hokimini ishini olish uchun bir necha $100,000 pul berishadi. Militsiya boshlig'i ishini olish uchun ham, tamojnya boshlig'i uchun ham, soliq boshlig'ini ishini olish uchun ham katta miqdorda dollarlar to'lanadi. Bu rahbarlarni birontasini ham xalq saylamaydi. Ular tepadan tayinlanadi, tegishli poralar olingandan keyin. E'tibor beringlar. Bu poraxo'rlar hammasi davlatning ishchilari. Ulardan poralarni yuqoridagi davlat rahbarlari olishadi. Buni kim nazorat qilish kerak? Militsiya, prokuratura, sudlar, to'g'rimi? Lekin bilasizlar, qarg'ani ko'zini cho'qimaydi. Bu nazorat qiladigan odamlar o'zini sheriklarini qanday nazorat qiladi? Jamiyatimizda davlatimizni ishiga tanqidiy ko'z bilan qaraydigan bitta kuch bor. Bu kuch davlatimizda hozir mavjud hukumatni siyosatiga qarshi bo'lgan demokratik muxolifat. Muxolifatning asosiy vazifasi davlatga rahbarlik qilayotgan siyosiy kuchlarni xato qadamlarini tanqid qilib, bu noto'g'ri ishlar haqida xalqqa xabar berish. Muxolifatning faoliyati juda katta ahamiyatga ega. Chunki muxolifatning ishlari ta'sirida davlat idoralarining qonunlarga va konstitutsiyaga rioya qilib ishlashi ta'minlanadi va bu bilan xalqimiz manfaatlari himoya qilinadi. Muxolifatni bor bo'lishi va uni haq-huquqlari O'zbekiston Konstitutsiyasining 34-moddasida kafolatlangan. Agar vatanimizni har bir tumanida, viloyatlarida va Oliy Majlisda demokratik muxolifat bo'lganda, korrupsiya va poraxo'rlik bugungi dahshatli darajalarga chiqib ketmas edi. Muxolifat degani bu dushman degani emas. Muxolifatchilar hukumatni siyosatiga qarshi bo'lishi vataniga xoinlik emas. Shuni yaxshi bilib olishimiz kerak. Vatan boshqa, hukumat boshqadir. Vatan doimiy, hukumat esa almashib turadigan narsa. Shuning uchun hukumatga qarshi bo'lish, vatanga qarshi bo'lish degan gap emas. Hamma buni juda yaxshi tushunib olish kerak. Poraxo'r va korrupsion davlat rahbarlari biz muxolifatchilarni vatanimizni dushmani deb e'lon qilib, muxolifatni yo'q qilishmoqchi bo'ladi. Bu ularning maqsadi nima? Ular uchun agar muxolifat yo'q bo'lsa, unda davlat rahbarlari hech kimdan qo'rqmasdan poraxo'rlik va o'g'rilik ishlarini davom ettirishadi. Shuning uchun ham bugungi vatanimizda hokimiyatga ega bo'lgan kuchlar muxolifatni hammaga yomon qilib ko'rsatishga harakat qilishadi. Hammamiz tushunib olishimiz kerak. Muxolifatni faoliyatidan xalqqa hech qanday zarar yo'q, faqat foyda bor xolos. Agar biz vatanimizdagi bugungi og'ir siyosiy iqtisodiy inqirozdan chiqishni xohlasak, korrupsiya va poraxo'rlik botqog'idan chiqmoqchi bo'lsak, demokratik muxolifatga vatanimizda erkin faoliyat olib borishga yo'l berilishi kerak. Muxolifatdan qo'rqish kerak emas, unga yo'l berish kerak. Shundagina davlatimizni boshqarishdagi xatolar to'g'rilanadi. Agar korrupsiyaga qarshi shoshilinch choralar ko'rmasak, yaqinda davlatimiz umuman yo'q bo'lib ketadi. Men bir necha yillardan beri korrupsiyaga qarshi choralar masalasini o'rganib kelaman va ishonamanki, davlatimizda bu masalada vaziyatni o'zgartirish mumkin. Buning uchun eng asosiysi jamiyatimizda demokratik muxolifat uchun faoliyat yuritishga imkoniyat yaratib berish kerak. Hozir O'zbekiston demokratik muxolifati ichida yangicha ishlaydigan, yangi yo'ldan ketayotgan yangi muxolifat shakllanmoqda. Bu yangi muxolifatning asosiy maqsadi
jamiyatimizda urush janjal qilish emas, jamiyatimizni oq qoraga ajratish emas, kimlarnidir qasos olib jazolash emas, aksincha jamiyatimizdagi barcha kuchlar bilan hamkorlik qilgan holda murosa va hamkorlik orqali vatanimizni bugungi og'ir ahvoldan olib chiqish. Agar shunday yangi demokratik muxolifatga yo'l berilmasa va hamkorlikda ishlab vatanimizda islohotlar va o'zgarishlarni zudlik bilan boshlamasak, vatanimizdagi siyosiy iqtisodiy vaziyat borgan sari og'irlashib boraveradi va oxir oqibat ijtimoiy portlash bilan tugaydi va minglab begunoh odamlar qurbon bo'lishi mumkin. Men davlatimizni bugungi rahbarlarga murojaat qilaman. Bir o'ylab ko'ringlar. Axir sizlardan keyin bu yurtda sizlarni yaqinlaring qoladi. Nahotki sizlardan keyingi avlodga korrupsiya botqog'iga cho'kib, chirib ketgan, qashshoqlikda Afrikani eng kambag'al davlati darajasiga tushib qolgan yurtni qoldirasizlar. Ko'zlaringni ochinglar. Vatanimizda ijobiy o'zgarishlar qilish vaqti keldi. Bu o'zgarishlarni tinch yo'llar bilan qilish uchun vatani uchun jon kuydiradigan barcha kuchlarni hamkorligi kerak. Shunaqa gaplar xulosa qilish sizlardan. Xayr, men Po'lat Oxunman. Vatani uchun jon kuydirgan bir o'zbekman. Vatanim O'zbekiston demokratik va mintaqamizda har tomonlama yaxshi rivojlangan peshqadam davlat bo'lishi uchun ish olib boradi. E'tiboringiz uchun rahmat.